Hammaga assalomu alaykum. Aziz do'stlar, bugun yangi skaner haqida ma'lumot berib o'taman. Qani oldin bilsalaringiz, mana bu operatorga kirib, web scan qilib, papkani tanlab, рабочий stol kirib, mana bu yoqda xo'sh, qancha uzunligi, keyin qancha orqaga yurish kerak. Kim bu yoqda tormoz yo'q edi. Misol uchun biroq xatoligi bo'lsa, darrov qizil knopkani bosishimiz kerak edi yoki mana bu yoqda mana ko'rsa X bosib chiqishimizga to'g'ri kelardi. Bu muammolar endiga hal bo'ldi, hech qanday problemasi yo'q. Biz prosta mashtriga kiramiz, G-kodni 0 qilamiz. G-kodni 0 qilgandan keyin o'sha bo'ldi. Men yozib qo'yganman, diskning uzunligi 180. Xo'sh, qadamni qarang, 1 qilamiz, okey. Yurishni ham 1 qilamiz. Skanerda tezligini 100 qilamiz. 100 qilsak bizga yetadi. Skaner normal tezlikda. Mana shu diskani xudo xolisa hozir ko'ramiz. Qani qanchalik, necha minutda skaner qila olamiz. Qani ketdik. Bu yoqlarni tayyor qilib qo'yib 5 mm orqaga va 5 mm bu tomonga qilingan tayyor. Skanerlash ketdi, bosildi. Xo'sh. 5-tochkadan kiriladi. Bo'ldi, mana ketdik. Bu skanerimizning eng qulay tomoni qaranglar. Ish jarayonida ham bemalol buni tezligini oshirsa bo'ladi. Mana shu tekis zonada hozir biz mana qadamda prosta bosamizda 2 qilib okey qilamiz, bo'ldi mana. Qadamlarimiz 2 dan shagib o'tib ketaveradi. Buni eng katta pilusi bu bizga vaqtdan yutib beradi. Hozir ko'ramiz mana shu diskamizda mana shu sложный uchastliklari bor. Qancha minutda bir hisobda videoni uzmasdan qo'yib beraman. Qancha minutda, misol uchun bemalol skaner qilsa bo'ladi. 2 dan yuryapti. Xohlasa 3 dan ham qilsak bo'ladi, lekin uni pavorotlarga kelib, keyin salgina minusavoy ishlaydi. Mana skanerda tezligini ham, bunisini ham, любой mana shu yerdagi parametrlarni ish jarayonida o'zgartirib ketaverasizlar. Xo'sh, mana endi qiyshiq tomoniga kelganda skaner qadamini 1 qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Skanerimiz 1 mm dan silji boshlaydi aziz do'stlar. E'tibor berasizlar. Обратga bir holatda qoldi. Mana hozir 1,5 minut bo'ldi. 1,5 minut. 2,5 ko'rsatyapti. 2,5 minut bo'ldi. Xo'p. 2,5 minutda hozir biz diskani yarimidan ziyod joyini skaner qilib bo'ldik. Xo'p, mana endi qaytishda bizlar 0.5 qilib qo'ysak ham bo'ladi. 0.5 okey. Bo'ldi, ketdi. 0.5 dan qaytib ketaveradi. Skaner tezligi 100. Buni hozir xavfli zonaga kelgandan keyin bizlar mana shuni mana 50 qilib qo'yamiz. 50 qilganimizdan keyin bizlar qo'rqmasdan bemalol anaqa skaner qilaveramiz. Ana endi shuni yana xavfli zonaga kelsak 30 qilamizda, обратно так qaytishdi 3 qilib qo'yamiz. Qadamda 0.5 qilamiz. 0.5 okey qilamiz. Ana endi do'stlar, e'tibor berasizlar, qanchalik sekinlikda skaner bo'ladi. Xavfli zonaga kelgandan keyin uchda 5 mm yoki 10 mm qilib qo'yamiz. Hozir ozgina vaqt qoldi. Mana xavfli uchastkaga kelyapti. Xo'p. Skanerda, значит, 30 ga qo'yganimiz mana biz uchun juda ham zo'r bo'ldi. E'tibor berib turasizlar. Yana 2 qadamdan keyin o'sha pavorot boshlanadi obratno. Ana endi buni biz bemalol 10 ga qo'yib olsak, qaytishdi bemalol 10 mm dan qaytadi. Buni bizga eng katta pilusi mana shu vaziyatlarda juda katta asqotadi. Salgina skaner tezligini 50 qilib qo'ysak ham bo'lar ekan. Va qaytishini 15 qilib qo'yamiz. Bezopasni bo'lishi uchun. Mana aka. Tak, bunaqa holatda juda e'tiborli va ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana aka. Yangi skaner, bu yangi avlod skaner bizlarda
Xudo xohlasa ancha ishlarimizni mana ancha ishlarimizni yengil qiladi va ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Xo'p, 50 bo'lsa shuni 70 qilib qo'yaylik. Cho'ta zerikarli bo'lyapti. 70 mana. Bitta knopkada sirazi 70 ketdi. Opa. Ana bu boshqa gap. Xo'p. Hozir shuni yuqoriga chiqib olsa, sirazi biz mana qanchalar zo'r bo'ldi bu. Keyin qaranglar, 170 ham bizga yetsa kerak qadamlarda, hozir uni ham kaltaroq qilib qo'yamiz. Anaga e'tibor beringlar. Qanchalar zo'r, voy. Buni tushungan odam tushunadi. Endi buni 50 ga tushirib qo'yamiz. Xo'sh, qaytishdi 5 ga tushirib qo'ysak ham bo'ladi. Anaga. Xo'p. 180 ko'p ekan, shuni 170 qilamiz ish jarayonida. Bo'ldi mana 170. 167, ta, yo 175 ekan. 175. Okey. Xo'sh, 168. Ta, 168. 168 yarim. Ta, 169 ekan. 169. Mana shu 172. Mana sizlarga kerak bo'lsa. Tak, 169 yarim. Bo'ldi, bu yog'ini mana shunday qilib qaytarib yuboramiz. Skanerimiz o'zi avtomatik 50 plus joyiga qaytib keladi. Aka-ukalar, yangi skaner, yangi avlod mana xuddi shu bo'ladi. Keyin asosiga prosta qaytish qilamiz, bo'ldi. O'sha G-kodda saqlanib bo'lgan hammasi. Hammaga sog'lik, boylik, ko'rganda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Kimga skaner programmasi kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Skaner vaqtimiz 6 minut 47 sekundni tashkil qilgan ekan. Mana shunaqa sложный bo'lgani uchun. Hali ham men bir qo'limda yana telefon bilan ishlaganim uchun, bo'lmasam bundan-da ertashroq bo'lishi mumkin. Endi xo'p deyaverasizlar, 10 minutga bitta diskan skaner qilsalaringiz ajoyib qilib, menimcha bu juda yaxshi vaqt yutug'i bo'ladi va katta sharoitlarga ega bu skaner. Bu skanerda keyin yana orqaga qaytish programmalari ham bor. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasizlar. Hammalaringiz uchun mana shu skanerda tayyorladik. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Yana bitta narsani aytish esimdan chiqib qoldi. Mana skaner qilayotgan jarayonda mana skaner ketdi, skaner bo'ldi, boshlandi. Sirazi mana resetni bossak, bo'ldi, to'xtayman. Skaner boshlanadi, mana reset. Skaner boshlandi, reset bosiladi, bo'ldi, stop. Aka-ukalar, nima deysizlar? Kommentariyada обязательно o'z fikrlaringizni qoldiring. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.